Hurmatli Beeline kompaniyasi, agar siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu dil izhorlarim siz uchun. Sizlarga katta rahmat. Juda ham zo'r ishlayapsizlar. Qo'sh tirnoq ichida. Xo'p, bugun kechgacha internetim bo'lmadi. Telefon qilyapman. Tarif bo'yicha internetingiz uzilib qolgan. Qanaqadir muammolar sabab, xuddiki men buzib qo'yganman buni. Xuddi men sababli bo'lib qolgan bu narsa. Kutib turing deydi. Xo'p, qancha kutaman? 1 kun, 2 kun, sababi 3 kundan beri ishlamayotgan o'zi. Bonusli paket qilib beruvdi. Ishlamayotganligi sababli u tugadi. Hozir yana ishlamayapti-da. Xo'p, yana qancha kutaman? 3 kun, 4 kun, 1 hafta qancha kutishim kerak desam, qancha bo'lsa shuncha kutasiz. Xo'p, men internetsiz o'tiramanmi shunda desam, ha. Sizlarni aybinglar bilan bo'lyapti, yo men buzib qo'ydimmi desam, iloji yo'q boshqa deydi. Xo'p, men nima qilay desam, pul tushirib megabayt sotib oling deydi. Zo'rmi? Ham tarifimga pul to'layman 155 ming. O'zi asossiz oshirdinglar narxini. 125 ming edi. Asossiz narxini oshirdinglar, 155 ming qilib oldinglar. Bunga ham xo'p dedik. Uni oshirgandan keyin aloqani yaxshilash o'rniga qo'pol qilib aytganda chichib qo'yapsizlar. Telefon qilsa kerak bo'lsa, internet kerak bo'lsa, pulingga sotib ol yana. Bu g'alati emasmi? Tasavvur qiling, siz mendan narsa sotib olyapsiz, buzuq chiqyapti-da, men kelib, ukam, buzuq ekan, almashtirib ber deyapsiz-da, kerak bo'lsa yangi sotib ol pulingga deyapman. Qalay bo'ladi bunaqa bo'lsa? Operatorlaringlar вообще telefon qilyapman, shunaqa holat desam, hech narsa qo'limizdan kelmaydi. Xo'p, menga birorta anaqa yordam bera olasizmi desam, yo'q. Pulingizga sotib oling. Boshqa gapingiz bo'lmasa telefonni hozir qo'yaman deydi. Adaljenniya bilan mabodo o'zingizlardan ketib qolmayapsizlarmi? Orqangizda kim turgan bo'lsa ham. Bildik, shunchalik zo'r odamlar orqangizda turgan ekan, kim turgan bo'lsa ham o'zingizlardan ketib qolmayapsizlarmi? Inson qadri degan narsa bor. Muomala madaniyati. Odam qo'pol qilib aytganda chichgandan keyin ko'tini tozalaydi-da. Sizlar tozalamayapsizlar-da, xohlasang shu deganday qilib gapiryapsizlar. Xo'p, men ikkinchi marta telefon qilyapman, boshqa operator ko'taryapti. Unga ham tushuntiryapman. Shunaqa desam, mayli deb turib, hozir menga 19 gigabayt ulab beryapti. Xo'p, mayli, rahmat. 19 gigabaytga, 20 gigabaytga, men o'zimni megabaytim kerak. Menga sizlarning sadaqanglar kerak emas aslida. Men pulimga sotib olgan megabaytimni ishlatishni xohlayman. Sizlarning muomalanglar, qilayotgan ishinglar, bilmadim, raqobat qo'mitasi qayoqqa qarayapti? O'zi bizda zo'r ham ishlamaydi-ku bu narsalar. Shunaqangi miyani tugatdinglar, to'g'risi. Bilmadim, sizlarni asli boykot qilish kerak sizlarni. Bu qilig'inglarga. Sizlarni bu ishinglarga boykot qilish kerak. Naborot sizlar chiqishinglar kerak. Odamlar uzr, ming bor. Biz qilib qo'ydik. Qilib qo'yganimiz uchun mana uni ishlatib turinglar. Hozircha mana internet beramiz. Ozgina kutib turaylik, yaxshi bo'ladi deyish o'rniga megabayt kerak bo'lsa sotib ol pulingga deyapsizlar. Endi sizlarga qarshi chiqish bilaman, qarshi chiqqan befoyda. Yaxshigina yuristlaringlar bor, tankalaringlar bor. Sizlarga nima deyishim mumkin? Sizlarga faqatgina sizlarni Xudoga soldim. Men sizlarni deb hozir birinchi guruh nogironiman, ko'zim ojiz. Sizlarni deb men magazinga chiqib 15 ming pul tashab keldim. Pul tashab kelib, o'tirib, internetimni yo'qib turib, srazani bezlimitli 10 ming so'mligi bor. Shuni olaman degunimgacha ishlamayapti. Shotimni qarasam 8 ming pul turibdi. Odam ustidan kulyapsizlar sizlar, prosta kulyapsizlar. Men 13 yildan beri Beeline ishlataman. 13 yilga sodiq abonentlarni yo'qotyapsizlar sizlar. Qo'pol qilib aytganda 1 tiyinga qimmat kompaniyaga aylandinglar. Qo'pol qilib aytganda.
Bu videoni ko'rasizlarmi yo'qmi bilmadim. Kim ko'rsa ham maslahatim shu, Beeline olmaylar. Beeline 1 tiyinga qimmat kompaniya. Uni sotib olmaylar. U shunaqa pulinglarni olib, yana qo'shimchasiga pul to'lattiradigan kompaniya. Uzr so'rash o'rniga, yo uzr-ku mayli, uzr-ku, вообще fitfilyon marta so'raverasizlar. Xatoliklar uchun uzr so'raymiz, uzr so'raymiz, uzr so'raymiz. 1-apreldan beri uzr so'raysizlar. Agar hisoblab ko'rsam, bilmadim, bir 7816 marta uzr so'radinglar shekilli menda. Xo'p, men ham uzr so'ray, gap yo'q. Bir oyda 10,000 marta telefon qilib uzr so'rayman, menga tekin qilib beringlar. Bo'ladimi? Agar uzrga ishlaydigan bo'lsa. Uzr bu pul emas. Tushunarli-a? Uzr bu pul emas. Hayb sizlarga bor-ku, odam-podam emas ekansizlar. Men juda afsuslantirdinglar mana shu kompaniyani tanlaganimga. Muomalasi ham, operatori ham, hammasi 1 tiyinga qimmat kompaniya ekan. Essiz sizlarga to'lagan pullarim. Rozi emasman, teshib chiqsin, ilova unda kompaniya bilan yo'q bo'lib ketgur.